Abdurahmonov. Ha? Sen Nazarxon qarindoshim dedingmi? Ha, jiyani bo'laman-man. Rostdanmi? Ratnoy, ha. Ey, to'xtatgan mana shu tanishtirib qo'y. Ha, yo'q, qani. Ha, bo'l, hozir tanishtiraman. Siz shu yerda turib turing, men hozir o'zim boray. Jiyan, qanday ishlar? Xolam yaxshimi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Katta bola bo'lib ketibsiz-ku. Молодец. Hozir mana. Boshliq. Ha, keling. Ты такой дерзкий, как пулярезкий. Да, это аргумент веский. Podpolkovnik ochilib, assalomu alaykum. Alaykum assalom, Nazarxon. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Jiyanim shu tekanim. Ha, meni qo'limda ishlaydi 5 yildan beri. Voy, gap bo'lishini emas. Yarim maydonlarni to'ldirgan yaxshi yigitlardan bu. Молодец, jiyanim zo'r, tavach katta emas. Молодец. Ha, bitta iltimosim bor edi. Bugun hamma iltimoslar bajariladi. Shana qo'shig'iz bor. Qo'shig'mi? Vatanim. Seni shoxlari osmonlarga tegib turgan chinorim o'zingsan. Ota desam qizim, bosh egib turgan sen ulug'imsan. Juda ham samimiy yaxshi inson ekansiz. Yaxshi ishlaylar. Sizlarga zaryad bo'lsin, motivatsiya. Men sizlarni hurmat qilaman. Har doim yur harakat qo'ylarga rioya qilib yuring. Sizlar qarindoshlar gaplashib olinglar. Biz o'taqida, Sevara, rahmat kattakon. Ma'zur qildim. Siz o'zi aktyorsiz, 100%. Bizga nima xizmat? 4 radar, bitta pravo qilib bersangiz bo'ldi. Boshliqqa maqtanib qo'ydim-da, Sevara opa meni opam bo'ladilar, men jiyanlariman deb. Voy jiyan, qanday ishlar? Xolam yaxshimi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Katta bola bo'lib ketdingiz. Sizga jiyan bo'lish qimmatga tushdi-ku. Ты такой дерзкий, как пулярезкий.